Chilonzor metroga unaqangi uzoq bo'lmagan lokatsiyadan 5 qavatli uyi, ikkinchi etajida bir xona 30 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan, tayyor kirib yashashlik uchun dizaynskiy remont qilib qo'yilgan yaxshi xonadonimiz sotuvga chiqyapti. O'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ringlar, uyni olib kirib ko'rsatamiz. Lokatsiyani aniqroq tushuntiradigan bo'lsak, Uchtepa 11-kvartal, shundoqqina Al-Xorazmiy okrugida yonginasi. Narxi 59 ming, ozgina kelishadigan joyi bor. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib, batafsil ma'lumotlarni olib, barakasini qilsanglar bo'ladi.